bugungi ma'lumot pensiyasini plastik kartaga oladigan har bir inson uchun juda muhim. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qarindoshlaringiz pensiyani kartaga olsa, bu gaplarni albatta ularga yetkazing. Chunki odamlar ko'pincha pul kartaga tushdi deb xotirjam bo'ladi. Lekin kartadan pul yechilishi, karta bloklanishi, firibgarlar qo'liga o'tishi, qarzdorlik sabab ushlab qolinishi yoki bankomatda muammo chiqishi kabi holatlar ko'paymoqda. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, balki aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Qaysi xatolar pensiya pulingizni xavf ostiga qo'yadi va nima qilish kerak? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z pulini, ota-onasining pensiyasini, oilasining tinchini saqlab qoladi. Avval ko'p joylarda pensionerlar naqd shaklda olardi. Masalan, pochta orqali uyga olib kelib berishardi yoki mahalla, pochta bo'limi. Bank kassasi orqali naqd pul olinardi. Bunda odam pulni qo'liga olardi, sanardi, uyiga olib ketardi. Albatta bu usulning ham kamchiliklari bor edi. Navbat, kechikish, uyda bo'lmasa qayta kelish. Naqd pulni yo'lda yo'qotish yoki o'g'irlik xavfi. Keyin pensiyalar plastik kartalarga o'tkazila boshladi. Bu bir tomondan qulay. Pul kartaga tushadi, do'konda to'lash mumkin, bankomatdan yechish mumkin. Mobil ilova orqali qarindoshga o'tkazish mumkin. Lekin ikkinchi tomondan yangi muammolar paydo bo'ldi. Pensionerlarning hammasi ham karta xavfsizligini yaxshi bilmaydi. Kimdir PIN kodni kartaning orqasiga yozib qo'yadi. Kimdir SMS kodni begona odamga aytadi. Kimdir bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan firibgarga ishonadi. Natijada pensiyam tushdi, lekin ertasi kuni yo'q bo'latlar uchraydi. Eng og'ir tomoni shundaki. Karta orqali kelgan pul har doim ham odam o'ylagandek hech kim tega olmaydigan pul bo'lib qolmaydi. Agar ijro hujjati bo'lsa, aliment, kredit, jarima yoki boshqa sud qarori bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, ayrim holatlarda hisob varaqdagi mablag'ga cheklov qo'yilishi mumkin. Shuningdek, bank xavfsizlik tizimi shubhali operatsiyani ko'rsa, kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lsa, pul tushsa ham yechish qiyinlashadi. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, SMS kelmaydi, ilovaga kira olmaydi. Mana odamlarni shokka solayotgan asosiy muammo shu pensiya kartada bo'lsa, karta bilan bog'liq har qanday xato to'g'ridan to'g'ri pensionerning kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Men birinchi navbatda kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini aniq aytaman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsa va kartaning PIN kodi boshqa odamda bo'lsa, xavotir olish kerak. Bu odam o'g'il qiz bo'lishi mumkin, qo'shni bo'lishi mumkin, men yordam beraman degan tanish bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarda hamma yomon niyatli demayman. Lekin pul masalasida nazorat bo'lmasa, ertaga tushunmovchilik chiqadi. Masalan, 72 yoshli otaxon pensiyasini kartaga oladi. O'g'li bankomatdan yechib berib yuradi. Bir oyda 1 million 200 ming so'm pensiya tushdi deylik. O'g'li 1 million so'mni olib kelib berdi. 200 ming so'm komissiya ketdi. Qarzga oldim, keyin beraman dedi. Otaxon aniq bilmaydi. Bank eshitdimi, komissiyami, kimdir oldimi? Agar SMS xabar o'zi ishlatadigan telefonga kelmasa, u o'z pulining harakatini ko'rmaydi. Mana xavf shundan boshlanadi. Ikkinchi xavf guruhi telefon orqali keladigan kodlarni boshqalarga aytadiganlar. Firibgarlar ko'pincha shunday deydi. Sizning pensiya kartangiz blok bo'lib qoladi. Hozir SMS kodni ayting. Sizga kompensatsiya tushyapti, tasdiqlash kodi kerak. Bankdan bezovta qilyapmiz, kartangizni himoya qilamiz. Esingizda bo'lsin, haqiqiy bank xodimi hech qachon SMS kodni, PIN kodni, kartaning to'liq raqamini, amal qilish muddatini va orqa tarafdagi kodni so'rab olmaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Uchinchi xavf guruhi kredit, aliment, jarima yoki boshqa qarzdorligi borlar. Ba'zi odamlar pensiyaga hech kim tega olmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham oddiy holat emas. Qonunchilikda pensiyadan ushlab qolish ijro hujjatlari. Qarzdorliklarni undirish tartiblari bor. Odatda bunday ushlab qolishning chegaralari, tartibi asosiy bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda odam o'zi bilmagan qaror, eski jarima, kommunal qarz, kredit kafilligi yoki sud ijrosi sabab kartasida cheklov paydo bo'lganini ko'rishi mumkin. Shuning uchun pensiya kartasida kutilmagan blok bo'lsa, darhol bankka va tegishli ijro organlariga murojaat qilish kerak. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir ayol 65 yoshda, pensiyasi 1 500 ming so'm. U ilgari qarindoshiga kredit olishda kafil bo'lgan. Qarindoshi kreditni to'lamagan.
ish sudga o'tgan, ijro hujjati chiqqan. Ayol men pul olmaganman deb o'ylaydi. Lekin kafil bo'lgani uchun javobgarlik yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Keyin pensiya kartasida cheklov ko'radi. Bu yerda eng katta xato hech narsa qilmay kutib o'tirish. To'g'ri yo'l. Bankdan yozma ma'lumot olish, qaysi organ cheklov qo'yganini aniqlash, ijro hujjati nusxasini so'rash, agar noqonuniy yoki ortiqcha ushlab qolish bo'lsa, shikoyat qilish. 4-xavf guruhi. Kartaning muddati tugaganini tekshirmaydiganlar. Plastik kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1925 bo'lsa, karta 2025 yil avgustgacha amal qiladi. Muddati tugagandan keyin do'konda to'lov o'tmasligi. Bankomat pul bermasligi, ayrim xizmatlar ishlamasligi mumkin. Pul hisobga tushishi mumkin, lekin karta vositasi ishlamay qoladi. Pensioner buni pensiyam tushmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida pul hisobda turadi. Faqat kartani yangilash kerak bo'ladi. 5-xavf guruhi. Kartani yo'qotgan, lekin darhol bloklamaganlar. Agar karta yo'qolsa, balki uyda qolgandi deb bir hafta kutish juda xavfli. Ayniqsa pin kod oddiy bo'lsa, 1001, 1234 tug'ilgan yil yoki kartaning qog'ozida yozilgan bo'lsa, pulni yechib olishlari mumkin. Karta yo'qoldimi, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Keyin bank bo'limiga borib qayta chiqarish kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz kartangizni o'zingiz nazorat qilsangiz, pin kodni hech kim aytmasangiz, SMS xabar o'zingizning telefoningizga kelsa, telefoningizda begona ilovalar bo'lmasa, kartaning muddati amal qilayotgan bo'lsa, qarzdorlik yoki ijro cheklovi bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir har oy pensiya tushgandan keyin balansni tekshirish, operatsiyalar tarixini ko'rish. Shubhali yechim bo'lsa, darhol murojaat qilish zarur. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, bank xodimi deb qo'ng'iroq qilish. Firibgarlar odatda odamni qo'rqitadi. Hozir kartangizdan pul yechilyapti. Hisobingiz bloklanadi. Pensiya to'xtab qoladi. Yangi qonun bo'yicha tasdiqlash kerak deb shoshiltiradi. Pensioner qo'rqib qoladi va ular aytganini qiladi. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Haqiqiy muassasa sizni shoshiltirib, SMS kod ayttirib, pulni boshqa kartaga o'tkazing demaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol go'shag'ini qo'ying. Keyin kartangiz orqasida yozilgan rasmiy bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ikkinchi tuzoq, pensiyaga qo'shimcha pul tushadi degan soxta havolalar. Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali pensionerlarga yordam puli. Kompensatsiya, yangi to'lov degan havola keladi. Odam havolani bosadi, karta ma'lumotlarini kiritadi, keyin pul yechiladi. Rasmiy to'lovlar hech qachon shubhali sayt orqali karta raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodni kiritish orqali berilmaydi. Agar davlat to'lovi bo'lsa, u rasmiy tartibda, rasmiy organlar orqali aniqlanadi. 3-tuzoq, bankomat yonidagi yordamchilar. Ayrim joylarda pensioner bankomatdan pul yecholmay tursa, yoniga begona odam kelib, "Bering, men chiqarib beraman" deydi. U kartani oladi, pin kodni ko'radi, pulni yechadi yoki kartani almashtirib yuboradi. Odam esa keyin bilmay qoladi. Bankomatda yordam kerak bo'lsa, faqat bank xodimiga murojaat qiling, lekin pin kodni hech kim ko'rmaydigan qilib bering. Eng yaxshisi, ishonchli oila a'zosi bilan boring. Lekin u ham pul harakatini ochiq ko'rsin. 4-nozik jihat, pensiya kartasiga boshqa pullarni aralashtirish. Masalan, pensioner kartasiga farzandlari ham pul tashlaydi. Kimdir qarz qaytaradi, kimdir savdo puli o'tkazadi. Keyin hisobda katta harakatlar paydo bo'ladi. Bank tizimlari ayrim shubhali operatsiyalarni tekshirishi mumkin. Agar bir oy pensiya kartasiga 1.300.000 so'm pensiya tushsa, bu normal. Lekin shu kartadan har kuni 10 million kirib, 10 million chiqib tursa, bank savol berishi mumkin. Shuning uchun pensiya kartasini iloji boricha pensiya va oddiy shaxsiy xarajatlar uchun ishlatish ma'qul. Biznes, savdo, katta o'tkazmalar uchun alohida tartib va alohida hisob kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, naqdlashtirishdagi komissiya va limitlar. Ba'zan odam pensiyamdan pul kam chiqdi deydi. Sababi bankomat boshqa bankniki bo'lishi, komissiya ushlanishi, kunlik limit bo'lishi yoki bankomatda yetarli naqd pul bo'lmasligi mumkin. Masalan, kartada 1 million so'm bor, odam 1 million yechmoqchi bo'ladi. Lekin bankomat komissiya hisobiga operatsiyani rad etadi yoki kamroq yechishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qaysi bankomatdan yechayotganingizni, komissiya bor yo'qligini oldindan bilish kerak.
eng ishonchilisi o'z bankingiz bankomatidan yoki bank kassasidan foydalanish. 6-nozik jihat. Pensiya tushgan sanani noto'g'ri tushunish. Har doim ham hammaning puli bir kunda tushavermaydi. Hudud bank to'lov reyestri texnik jarayonlar sabab farq bo'lishi mumkin. Bir qo'shniga tushib sizga tushmagan bo'lsa, darhol pensiyam to'xtadi deb vahima qilmang. Avval balansni tekshiring, bankdan so'rang, keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limga murojaat qiling. Lekin bir necha kun o'tib ham tushmasa, indamay o'tirmang. 7-nozik jihat. Ishonchnoma bilan pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'ligi sabab o'zi bora olmaydi, farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l bo'lishi mumkin, lekin juda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnomani kimga beryapsiz? U qancha muddatga, qanday vakolat bilan berilyapti? Pulni olgandan keyin sizga qanday topshiradi? Hammasi aniq bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa, har oy yozib boring. Qachon qancha tushdi, qancha olindi, qanchasi berildi, qanchasi doriga yoki kommunalga sarflandi. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. 8-jihat. Karta bloklanganda noto'g'ri odamga murojaat qilish. Ko'p odamlar muammo bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum yordamchilarga yozadi. Karta blokdan chiqarib beraman, pensiya tushirib beraman deydiganlar ham bor. Hech qachon bunday odamlarga karta ma'lumotini bermang. Karta masalasi faqat bank. Pensiya masalasi esa vakolatli davlat organlari orqali hal qilinadi. Endi eng kerakli qism aniq qadamlar. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Karta muddati qachongacha amal qilishini ko'ring. Agar muddati tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka oldindan boring. Pasport yoki ID karta, eski karta va telefon raqamingiz bilan bank bo'limiga murojaat qiling. Pensiya karta muddati tugayapti. Yangilab berishingizni so'rayman deb ayting. Karta yangilanganda SMS xabar qaysi raqamga ulanganini ham tekshiring. Ikkinchi qadam, PIN kodni almashtiring. Agar PIN kodni farzandingiz, qo'shningiz, do'konchi yoki boshqa odam bilsa, uni o'zgartiring. PIN kod tug'ilgan yil 1000, 1234 bo'lmasin. PIN kodni qog'ozga yozib kartaga yopishtirmang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, uni xavfsiz joyda, karta bilan birga bo'lmagan joyda saqlang. 3-qadam, SMS xabarnomani yo'qing. Har bir kirim va chiqim bo'yicha xabar kelishi kerak. Agar telefoningiz oddiy bo'lsa ham SMS keladi. Agar smartfon ishlatsangiz, bank ilovasini faqat rasmiy manbadan o'rnating. Begona odam yuborgan havola orqali ilova o'rnatmang. Telefoningizga parol qo'ying. Chunki telefon qo'lga tushsa, karta bilan bog'liq ma'lumotlar ham xavf ostida qoladi. 4-qadam, har oy operatsiyalarni tekshiring. Pensiya tushgan kuni yoki ertasi kuni balansni ko'ring. Masalan, siz 20 million 400 ming so'm olishingiz kerak edi. 20 million 400 ming tushdimi yoki kam tushdimi biling. Agar 200 ming so'm yechilgan bo'lsa, qachon, qayerda, nima uchun yechilganini aniqlang. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini so'rashingiz mumkin. Ko'chirmada sana, summa va operatsiya turi ko'rinadi. 5-qadam, qarzdorlik va cheklovlarni tekshiring. Agar kartangiz bloklangan bo'lsa yoki pul yechilsa, bankdan og'zaki emas, imkon qadar yozma ma'lumot so'rang. Hisob varag'imga kim tomonidan, qaysi hujjat asosida cheklov qo'yilgan deb so'rang. Agar ijro organ tomonidan cheklov qo'yilgan bo'lsa, ijro bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bankdan olingan ma'lumot, pensiya olishingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar bo'lsa, sud yoki ijro hujjatlari nusxasini olib boring. U yerda ushlab qolish asosi nima? Summa qancha, qaysi qarzdorlik bo'yicha necha foiz ushlanmoqda deb so'rang. 6-qadam. Noqonuniy ushlab qolish bo'lsa, shikoyat qiling. Agar sizga tushuntirish bermasa, ortcha ushlab qolinsa, pensiya to'liq bloklanib, yashash uchun mablag'siz qolsangiz, yuqori turuvchi ijro organiga, bankning bosh ofisiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki huquqiy maslahat markazlariga murojaat qiling. Murojaatni yozma qiling. Arizada familiya, ism, otasining ismi, manzil, telefon, karta yoki hisob raqamining oxirgi raqamlari, muammo sanasi, talabingiz aniq yozilsin. Masalan, pensiya mablag'im tushadigan, kartamga qo'yilgan cheklov asosini tushuntirib berishingizni va qonunga zid ushlab qolingan mablag' bo'lsa qaytarishingizni so'rayman. 7-qadam. Karta yo'qolsa darhol harakat qiling. Birinchi navbatda bankka qo'ng'iroq qilib bloklating. Keyin bank bo'limiga boring. Pasport yoki ID karta bilan karta qayta chiqariladi. Agar yo'qolgan kartadan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka ariza yozing. Operatsiyalar ko'chirmasini oling.
kerak bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Vaqt bu yerda juda muhim. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, vaziyatni aniqlash imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. 8-qadam yaqinlaringizga oddiy qoidalarni o'rgating. Men har bir oilaga shuni tavsiya qilaman. Ota-onangiz bilan 10 daqiqa o'tiring va ularga 3 ta gapni yodlating. Birinchisi, SMS kodini hech kimga aytmayman. Ikkinchisi, PIN kodini hech kimga bermayman. Uchinchisi, begona havolaga karta ma'lumotini kiritmayman. Shu 3 ta qoida ko'p firibgarliklarning oldini oladi. 9-qadam. Naqd pul kerak bo'lsa xavfsiz joydan oling. Bankomatdan pul yechayotganda atrofga qarang. PIN kodini qo'lingiz bilan berkitib tering. Pul chiqqandan keyin bankomat yo'lida sanab turmang, xavfsizroq joyga o'ting. Agar katta summa yechmoqchi bo'lsangiz, yolg'iz bormang. Lekin hamrohingiz ishonchli bo'lsin va pulni kim olgani, qancha olgani aniq bo'lsin. 10-qadam, agar pensiya tushmasa tartib bilan tekshiring. Avval kartaning balansini ko'ring. Keyin bankka murojaat qiling. Pensiya bo'yicha kirim bo'lganmi deb so'rang. Agar bank kirim bo'lmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rov qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, karta ma'lumotlari bo'lsin. Agar bank pul tushgan, lekin cheklov bor desa, demak muammo pensiya tayinlanishida emas, hisob yoki ijro cheklovida bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, pensiya kartasini hech kimga garov sifatida bermang. Kartangizni berib turing, pul tushsa o'zim olaman. Men sizga qarz beraman, kartangiz menda tursin degan gaplar juda xavfli. Karta bu sizning hamyoningiz. Hamyoningizni begona odamga berasizmi? Yo'q, demak kartani ham bermang. Agar pensioner yoshi katta bo'lib, bank ishlarini tushunmasa, oilada bitta mas'ul odam bo'lsin, lekin bu odam ham hamma narsani yashirin qilmasin. Har oy ota-onaga ko'rsatib tursin. Mana pensiya tushdi, mana doriga shuncha ketdi. Mana kommunal to'lov, mana qolgan pul. Bu oilada ishonchni saqlaydi va kelajakdagi nizolarni kamaytiradi. Demak, pensiyani kartaga olishning o'zi yomon emas. Yomon xabar shundaki, karta bilan bog'liq xavfsizlik qoidalariga amal qilinmasa, pensionerning puli bir necha daqiqada yo'qolishi, karta bloklanishi yoki qarzdorlik sabab cheklovga tushishi mumkin. Eng muhimi, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Karta muddati, SMS xabar, PIN kod, qarzdorlik, bankomatdan foydalanish va firibgarlardan himoyalanish masalalarini bugunoq tekshiring. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kartasi bilan muammo bo'lganmi? Qanday hal qilgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu ma'lumotni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, qo'shnilaringizga yetkazing. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir butun oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.